Assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimiz logopedik ta'sir jarayonida oila bilan hamkorlik munosabatlarini o'rnatish texnologiyalari hisoblanadi. Mavzuyimizning rejalariga keladigan bo'lsak, birinchi mavzuyimiz logopedik ta'sir jarayonida oila bilan hamkorlik qilish yo'llari va shakllari, ikkinchisi ota-ona va logoped orasidagi hamkorlikning darajalari haqida bo'ladi. Har bir oilaning sog'lom bo'lishi, ularda ijobiy psixologik iqlimning hukm surishi mana shu muhitda dunyoga kelib, shaxs sifatida shakllanib, so'ng o'zi yashayotgan davlatning fuqarosi sifatida o'z davlatining iqtisodiyoti, ijtimoiy hayoti taraqqiyotini ta'minlovchi, hal qiluvchi omil bo'lgan inson kamolotida oilaning tutgan o'rni beqiyosdir. Korreksion tarbiyaviy jarayonga ota-onalarni maksimal darajada jalb etish va ularga professional yordam berish zarurligi kundan kunga muhim masala bo'lib bormoqda. Ota-onalar bilan ishlashni tashkil etishda quyidagi tamoyillarga tayanamiz. Birinchisi, ota-onalarning defektologik yordam olishga tayyorgarlik darajasini hisobga oluvchi differensiallashgan yordam. Ikkinchisi, ota-onalar tomonidan qayta aloqaning mavjudligi va uchinchisi, korreksion o'qishning turli xil davrida olib boriladigan ishning u yoki bu shakli ko'rinishining ustuvorliligi tamoyillari. Tavsiyalar: maxsus ta'limga ehtiyoj sezgan bolalar bilan korreksion ta'limiy ishlarni oilada olib borish maqsadida ishlab chiqilgan bo'lib, uni rivojlanishda orqada qolgan har qanday yoshdagi, ya'ni ilk yoshdan maktab yoshigacha va har qanday nuqson turiga ega bo'lgan bolalarga nisbatan qo'llash mumkin. Nutq nuqsoniga ega bo'lgan bola rivojining barcha asosiy sohalarini qamrab olinishi kerak. Nutqiy, kognitiv, ijtimoiy, iqtisodiy, motor va o'z-o'ziga xizmat ko'rsatish, shuningdek davolash va tibbiy reabilitatsiya. Individual rivojlantiruvchi dastur quyidagi vazifalarni hal etadi, ya'ni o'rnini to'ldirish, belgilash, ta'sirini baholash, turlicha tashxisiy vazifalar kabilarni o'z ichiga oladi. Keyin bolaning oilada mustaqilligini oshirish, axloqiy mezonlarni tarkib toptirish, fazilatlarni tarbiyalash, motor rivojlantirish va mehnatga yo'naltirish kabi vazifalar ham bor. Ota-onalarni farzandlari bilan hamkorligini shakllantirish bo'yicha individual dastur quyidagi maqsadlarni amalga oshirishni ko'zda tutadi. Tarbiyaning faol va ishonchli usulini shakllantirish, psixofizik rivojlanishda nuqsoni bor bolalarni kichik yoshdagi bolalar bilan predmet o'yin faoliyatini tashkil etishga ota-onalarni o'rgatish. Ota-onalar burchagida ular uchun foydali axborot beriladi. Unda tashkiliy tartibdagi ma'lumotlar, guruh tarkibi, pedagoglarning aniq ism familiyalari, kun tartibi, mashg'ulotlar jadvali bo'lishi maqsadga muvofiq hisoblanadi. Bu kabi ma'lumot ota-onalarga bolalarning maktabgacha muassasada bolalarning hayoti haqida aniq ma'lumotga ega bo'lish imkonini beradi deb tushuntirishimiz mumkin. Ota-onalar bilan ishlarni olib borishda izchillik, tizimlilik, ularning imkoniyatlarini hisobga olish juda muhim. Logoped va ota-onalarning o'zaro tushunishi, hamkorlikdagi ishtiroki va faolligi rivojlantiruvchi va korreksion ishlarning umumiy natijasini ko'p jihatdan belgilaydi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, logopedik ta'sir jarayonida oila bilan samarali hamkorlik nutq nuqsonlarini bartaraf etishda eng muhim omillardan biridir. Ota-onalar logoped tomonidan tavsiya etilgan mashq va metodlarni uy sharoitida muntazam qo'llab, korreksion jarayonning uzluksizligini ta'minlaydi. Bunday hamkorlik bolada nutq malakalarining tezroq shakllanishiga, o'ziga ishonchning ortishiga va ijtimoiy moslashuvning yaxshilanishiga xizmat qiladi. Shuningdek, logoped va oila o'rtasidagi muntazam muloqot bolaning rivojlanish dinamikasini aniq baholash va korreksion texnologiyalarini vaqtida yangilab borishga imkon yaratadi. Natijada oila va mutaxassisning birgalikdagi harakati logopedning yordam samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.